Assalomu alaykum vahimachilar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog'misizlar? Nima bunday vahima qilib tashlagansizlar YouTube'ga? Ayrim qo'sh tirnoq ichida mana bunday blogerchalar bor-ku. O'zbekiston vatanni sotdi, O'zbekiston yarimi Xitoyga sotildi. Kim aytdi sizlarga Xitoyga sotiladi deb? O'zbekistonda mnoгонациональная страна. Shuni bilib qo'yinglar. O'zbek ham bor, tojik ham bor, rus ham bor, hind ham bor, afrika ham bor, ko'p xalq. Nima shu O'zbekistonga kirish mumkin emasmi xitoyliklar? Qayta sizlarga yaxshi emasmi? Narsalari arzon bo'ladi. Xitoydan polni o'zlari olib keladi tovarni Moskvaga. O'zim Yandexga ishlaganman. Gruzovoy tarifiga. Lyublinskiy rынок xitoylar, Sadovod xitoylar, ko'p rынокlarni xitoylar egallab olgan. Mana Lyublinskiy hammasi xitoylar. Kopeyka, mana optim olayotgan tovarlaringiz kopeyka. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Bu degani O'zbekiston sotdi degani yo'q, yerda hech kim sotishga haqqi yo'q, hatto prezidentda ham. Sotishga hech kimda hech qanaqa anosi yo'q. Kim aytdi sizlarga sotiladi deb? Qayerda sotilmaydi. Bitta prichinamni deport bo'lib ketaman nemislar. Men o'zim Surxondaryodaman, Termizdaman. Termiz aeroportiga men nemislar palatka qildi, ko'p qurilishlar qildi, zabor qildi. Keyin bu yoqqa Salyobod mahallasi bor, Savzboya mahallasiga erga nemislar gostinitsa qildi. Bitta prichinamni deport bo'lib ketdi. Mana afg'onlar keldi, afg'onlar ko'p qurilishlar qildi, uylar qurdi. Katta 4-5 etajli Dubaydagi restoranni sotib oldi afg'on. Deport bo'lib ketdi, mana qolib ketdi. Dubay yana o'zbeklarga qolib ketdi. Zato o'sha restoran hali ishlayapti. Qancha odam u yerda ishlayapti, qancha ro'zg'orni boqyapti. Bu Toshkentda yarimi xitoyliklar bosib ketdi degani, bu xitoyliklar bosib oldi degani emas. Aqlini yemagan yuqorida o'tirganlar ham sizlar nima o'zlaring vahima qilib taylayapsizlar? U mumkin emas. Mumkin emas narsani bundaqa bo'rttirib bunaqa qilish sizlarga ham emas-da, sizlarga ham emas, blogerchalar. Ashi aqllaring yetmas ekan u narsalarga. Kim aytdi sizlarga? Mayli, shu bitta bozorni sotib olibdi. U sotib oldi emas, u arendaga berildi. Hisob. U sizlar o'z ko'zlaringiz bilan ko'rmagansizlar. Kupli-продаж, договор через notarius hal qilganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rmagansizlar. U arendaga olib ishlatyapti. Xitoydan miyda fleshka, go'rbalo, mana naushnik olib keladi, sotiladi, mana arzonchilik bo'ladi bu degani. Bu qimmat bo'lib ketadi degani emas. Bu bozor sinadi degani. Ana hozir o'zimizga mana o'zimizda o'zbeklar bor, telefon olib kelyapti. Mana shu naushnik, telefon batareya, telefonga chiqol olib kelib, misol 10 so'mga olib kelib 20 so'mdan sotyapti-ku. Ular o'sha 10 so'mga olib keladi-da, 12 so'mga sotadi. 2 so'm foyda qiladi, sizlarga o'sha biriga bir foyda qilmaydi. Bu degani bozor savdo qilayotganlar sindi degani. Shuni unutmanglar. Hech qanday O'zbekistonda sotib ola olmaydi, hech qanaqa. Ko'nglaring to'q qilinglar, vahimachilar, vahima qilib taylamanglar undaqa qilib. Xalqni, bizning xalqimiz ana shunday bekorchilikdan yutib ko'rib o'tiradi, keyin ana shu sizlar vahima qilib ko'rsatgan, bo'rttirib ko'rsatgan narsalaringiz mana va Amudaryo to'lqinlariga o'xshab to'lqinlanib ketadi-da. Unday to'lqinlardan unga berilib ketmanglar. Bu mumkin emas unaqa sotishi. Ko'zlaringiz bilan ko'rmagan narsaga o'qimaylar. Ular просто arendaga olyapti, ishlatyapti. Tak что shunaqa gaplar vahima qilish shart emas, do'stlar. Ishonmanglar, blogerlar u har narsani chiqaraveradi, ishonmanglar. Hech kim ko'rmagan, misol Toshkentda bitta bozorni sotib oldi. U o'sha ana u video chiqarayotgan bloger. Senga lishni video обращение. Sen o'shani ko'rdingmi ko'zing bilan? Kupli-продаж qilganini yo notariusga kirib qo'l qo'yganini ko'rdingmi? Prezident yo bir vazir yo bir deputat borib bo'ldi, mana shu ana territoriya senga qarashli emas, hujjati deb sotganini ko'rdinglarmi? Arendaga olib ishlatyapti. Bitta prichina bo'ladi.
hammasi deport bo'lib ketaveradi. Men sizlarga aytaman. Men sizlarga aniq faktim bilan mana Termizga ko'p joylarda men sizlarga yana qayta aytaman. Nemislar ko'p joylarga qurilish qildi, sotib oldi. Ular o'sha paytdan biz ham vahima qildik. O'zim Surxondaryodaman. Biz ham vahima qildikda, u sotib oldi, ana endi nemislar bosib oladi. Keyin undan keyin nemislar deport bo'lib ketdi, afg'onlar keldi. Keyin yana vahima boshlandi. Mana afg'onlar bosib oldi, afg'onlar ko'pi deport bo'lib ketdi afg'onlarni. Hozir afg'onlar ham ko'p kerakdan yo'q. Vaqtinchalik sizlar ular bu xalqimizni plusiga ishlayotgan narsalar, minusiga ishlamaydi hech qachon. Shuni bilib qo'yinglar. Prezident aqli bilan prezident, oddiy odam prezident bo'la olmaydi. Aql zakovati bilan. Bizga o'xshagan mana Qo'shtirnoq ichidagi blogerlar mana aqlimiz ishlamaydi, ishlamagan aqlni vahima qilib, ko'pirtirib, bundaqa ko'rsatish shart emas, xalqni panikaga tushirib qo'yish. Так что g'uncha degan narsa bor-da, hali gul bo'lib ochilmagan. O'sha g'uncha qilib o'tiraveringlar, undaqa vahima qilib taylamanglar hech qachon.